Shuni o'girasiz. Iltimos, kameraga qarang. Sizlar ham menga o'xshamasha katta gaplarni ishlatib yuribsizlarmi? Buni to'g'ri tugabdi-yu. Men sizlarga smart qulflarni topib qo'ydim. Eng qiziq joyini qarang, Face ID'lari ham bor ekan. Shuni o'girasiz. Iltimos, kameraga qarang. O mana o'zbekcha mana. Sirasi eshik ochiladi. 7 xil pozitsiyaga ochsa bo'lar ekan. Face ID deysizlarmi, отпечатка past deysizlarmi? O'zini kartalari bor. Pin kodlarni terib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bozordan kelganda, bozorga olib kelganda kalt ko'tarib o'tirmay, shunday yuzingizni ko'rsangiz, o'zi sirasi eshikni ochar ekan. Shunaqa qulflarni topib qo'yganimga bitta like bosib yuborasiz. Eng qizig'i mana qulfni olaman, lekin eshigim hali tayyor emas deydigan bo'lsanglar, bularda har xil razmerdagi o'sha Xitoydan keladigan eshikligi ham bor ekan. Mana bu eshigimiz tashqari ham temir, ichi ham temir bo'ladi. Ikkinchi turi tashqari taraf temir, ichkari tarafi MDF bo'ladi. Yo'q, menga temir kerak emas, faqat MDF kerak deydigan bo'lsanglar, tashqari MDF, ichkari tarafi ham MDF eshikligi bor ekan. Bular optim birinchi qo'l hisoblanadi. Xohlagan объемinglarda eshik, xohlagan объемinglarda mana bunaqa smart qulflarni ham qilib berishadi. Nomerligini opsiyaniyada qoldiraman. Kim remont qilayotgan bo'lsa, o'sha remont qilayotgan tanishligi bu videoni yuborib qo'yinglar, bosinglar.